Yaxshi turibsizmi? Mening ismim Osman. Sizning ismingiz? Adil. Siz Samarqandda nima biznes qilasiz? Shu laminat sotamiz. Laminat, bu laminat sotib necha yil bo'ldi? 15 yildan oshiq. Men bu shaharga ikkinchi marta keldim. Bugun bu yana sizning do'koningni ko'rishib turibmiz. Siz meni qanday tanidingiz? Kim sizga tanishtirdi meni? Ulug'bek akamiz. Ulug'bek aka. Mana Ulug'bek nima do'stimiz orqali bilan tanishib bo'lganda. Bo'ldi. Biz yaxshi bizneslarni qilibmiz. Mana ko'rib turibsizlar, hozir men shu O'zbekiston shaharininki Toshkent shahar Samarqand ko'chasida bir mushu laminat sotadigan laminat degani bizning tilimizda pol deguncha mushu. Uyning ostiga, yan tomlarga ishlatadigan laminat. Mushlardan mushu bizning davlatdan mol akilib sotar ekan. Yerda tanishdik, hozir shu bizneslarni qildik mushu shaharda. Boshqa do'stlarning O'zbekistonning Samarqand shahrida yana mushuna bizdan obdan mol oladigan do'stlar bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqsa bo'ldi. WeChat nomerimiz bor, telefon nomerim 150 57 90 80 25. Tamam. Boshqa so'zlaringiz bo'lsa ayting. Rahmat sizga. Menga ishlarsizmi? Qanday shaklda ishlaysiz? Do'stingiz tanishtirgani uchun ishlaysizmi? Shu do'stingiz bilan biz Yevda tanishgan, bu shaharga keldik, yaxshi ovqatlandik, yaxshi bizneslarni qildik, ham sizni tanishtirdi. Sizning ham do'stlaringiz bo'lsa tanishtiring. Rahmat. Xayr, xo'sh vaqt bo'ling.